Menga bir qiz yoqadi. Tushunarli. Lekin uni sevishdan to'xtagim kelyapti. Nega? Sen unga sevgi izhor qildingmi? Yo'q. Hali aytmasdan turib tashlab ketmoqchimisan? Uni sevgan yigiti bor. Ha, sen yoqtirgan qiz demak allaqachon band. U senga juda ham yoqarmidi? Ha. Demak, u juda ham chiroyli qiz bo'lsa kerak. Senga yoqibdimi? U rostdan juda chiroyli. Ha, juda ham chiroyli. Dadamni bilasan-ku. Uni yigiti bo'lmasdan avval sevishingni aytishing kerak edi. Seningcha, u men bilan uchrashishga rozilik beradimi? Endi o'tgan narsani gapirishning nima foydasi bor? Baribir u seniki bo'lmaydi. Shuning uchun men senga yana bir marta yo'q. Nima istasang buyurtma qil. Xonim, bizga yana ikkitadan olib keling. Rostdan ham kalasiga yetib borish qiyin buni.